Allambalo nima bu? Voshi zo'rku. Shunaqa allambalo narsa pishiramiz. Buni Instagramda ko'rgan edim. Birinchi marta pishirib ko'rishim bu uydagilarga yoqdi lekin. Oyimga yak bosing. Like bosib videoni saqlanib qo'ying. Bir kun kerak bo'ladi. Pomidorni blender qilgandan keyin unga tuz, shakar solamiz. Uyimizda bor ko'katlarni solib aralashtirib olamiz. Nonimizni shunaqa kesib, qarsildoq qilib qovurib olamiz. Shunaqa bitta-bitta taxlab olib, sousimizni Ustiga qo'yamiz. nimadir yegisi kelgan paytda tayyorlab yeb ko'rishingizga arziydigan narsa ekan. Ketgan bo'lsa uzog'i 5 minut vaqtim ketdi. Nonni ustiga souslarni shunaqa taxlab chiqqandan keyin chetiga 5 minutga olib qo'ysa yetar ekan. Shunaqangi shirin mazali non bo'lar ekan. Ojon, mana buni yeb ko'ring. Nima bu? Allambalo nima bu? Voshi zo'rku.